Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana shu winner korotchi do'stlar. Bitta obunachimiz video olishni o'rgating debdilar. Demak, birinchi navbatda Google Play'ga kiramiz va u yerda qidiruvga kiramiz va katta harf bilan mana recorder liteni bosamiz. Hop, recorder lite desanglar, xohlasanglar mana mashinadan topsanglar bo'ladi, lekin men uchun qulay, mana u chiqqan, ya'ni mashinani topib olganman va bunga kirganman. Bu kirish deymiz. Kirasizlar va menga qulay mashi. Farqi yo'q, hammasi bir xil. Video olganda videoni to'xtatib qo'ysa bo'ladi va yo'qsa mana yerga o'zi kirishda manaqa joyga ko'rsatadi, ya'ni narsa tozalash va narsalar. Hozir mashina o'chirib qo'ysam bu narsa bo'ladi, hozir videomiz to'xtab qoladi. Mashina yoqib qo'yasiz va sizlardan mana shu video narsa chiqadi. Sizlar bosib turib narsa qilib yoqishni qo'yasizlar, xohlasanglar to'xtatib qo'yasizlar va shuni bilib oldinglar, demak video